Voy qizlarjonlar, ishoninglar, shunaqa qiynalib ketdim. Ozishga oz bo'ldim, lekin endi garderobimdagi bitta ham narsa to'g'ri kelmayapti. Ozishimdan oldin jahlda hech qaysi kiyimim sig'masdan hamma kichkina bo'lib qolgan kiyimlarni tarqatib tashlab, katta kiyimlar olgan edim. Shimlarni har xillaridan, klassическийlar, qoralaridan, oqmi, boshqami, dvoykalarni, hammasini shimlari katta, ko'yniklarim ham katta, yelkalari tushib yotdi. Hech qaysini kiya olmayapman. Uchtagina kiyimim bor. Ko'rgan bo'lsanglar, faqatgina bitta kiyimda qolib ketganman. Qora kostyum kiyib yuraman. Hammalar yozasizlar, "Voy, zo'r shu qatdan olgansiz" deb. O'sha kostyum bilan yaqinda ikkitagina kiyim oldim. Yaxshi turadigan kiyim. Bor edi o'sha garderobda kiyim, faqat hammasi katta. Yengilash kerak hammasini endi. Alhamdulillah. Yaxshi, zo'r tashvish. Qizlarjonlar, narsalar katta bo'lib ketdi deb qo'ysam, hozir darrov yozdilar, "Nigorpa, menga bering" deb. Katta deganim bu razmer, o 50-52 razmer emas. Через 300 метров круговое движение, первый съезд. Alisa ham qo'shilib qo'yish kerak o'tadi. Shunaqa razmer kiygan deb o'ylarkan, lekin men unaqa katta razmer kiymaganman. Eng katta kiygan razmerim 44 bo'lgan. Hozir u 44larim ham qolmagan. Qolgan bo'lsa 42lar qolgan bo'lsa kerak. 42, 44lar ham bordir, bitta ikkita. Unaqa u 46, 50, 54 razmerli yo'q menda. Navodoga aytib qo'yapman. Kelgan beradiganlarimni ham o'sha berib bo'lganman anchasini. Hozir qolganlari o'sha bu yoq qilsa, sal to'g'rilasa kiysa bo'ladi-yu, lekin shu to'g'rilashgan vaqtim bo'lmayapti. Bozorlarga bormaganimga ancha bo'lib ketdi. Mirobod bozorini bilardim, lekin hech ichiga kirmagan ekanman. Hozir ikkita narsalar kerak edi. Olishga kelib, go'zal bahona Mirobod bozoriga ham kirib ko'rib chiqaman. Shunaqa ozoda, shunaqa chiroyli. Bunaqa o'ylamagandim. Endi o'zi bozorlarga ham ancha bo'ldi kirmaganimga. Bitta Farxaskiga borganman. Qizli paytimda u ham. Masalan, qanaqa chiroyli bo'lib ketgan. Shunaqa elegant kosmetikasga kelib kerakli narsalarimni olib o'zim chiqib ketyapman peshkadron. Dadas qattasiz deb. Xayrli kecha, yaxshilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Men kelin poshsham mana qo'llarini o'ynatib osh qilib berdilar bugun. Ertalab xizmatlarimizga bordik. Suv qorladi xizmatlarni qilib bo'lganimizdan keyin onajonim uylariga keldik. Bolajonlar bilan birgalikda mana hozir mazza qilib oshxo'rlik qilamiz endi. Voy, mana turishini, mana turishini ko'rdim. Qarang. Bizda bitta ayvon bor-da, ayvonning nima joyiga turib olibdi. Yiqilib tushaman deydi qayerda. Narga chiqib o'tiringlar. Olma, kino chiqdi. Bolalar ko'p, hamma kattalar urishgisi kelyapti, lekin men video olayotganimga hech kim och bu yozibdi. Urishinglar. Endi kino. Tabiiy kontent. Jamila Samira uxlayapti. Eng kichkinamiz uxlayapti. Askiya bor. Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Xayrli kun, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bo'lib o'tgan voqealar haqida juda ham ko'pchilik har xil fikrlar bildirishdi va Qobiljonni yaqinlariga Alloh sabr bersin. Shu o'rinda interesidan chiqib ko'rar ekanda, ko'p ko'rgan narsangiz, kuzatgan narsangiz va aynan mana shu qizni fikri menga haqiqatan juda ham yoqdi. Ko'pincha inson birovdan qidiradi-da, ayibmi? O'zimizdan qidirishimiz kerak ekan. Balki menga ham, o'zimga ham shu narsa kerak bo'lgandir. Juda ham ko'p onlayn shu mashi telefon narsalarga bog'lanib qolganmiz. Farzandlarimiz naqadar bizga kerakligini his qildirish uchun o'zimiz shu narsalardan voz kechishimiz kerak menimcha. Haqiqatan juda ham to'g'ri gapirganlar Gulhayo. Bir eshitib ko'ringlar sizlar ham. Telefon endi chiqqan paytda bizda bo'lardi telefonni olib ovqat ustiga o'tirganimda odamlar shunaqa jahllar chiqardi. Yig'ishtir telefoningni dedilar. Unisi endi telefonda ko'p ish qilardik. Biz shu paytda ham, endi chiqqan paytda ham gaplashardik, SMS-lashardik. Qachon ichida nima, hamma narsa informatsiya o'sha yerdan kelardi-da. Men bilmayman. Ovqat ustida mataxini yig'ishtirmen dedilar.
balkim biz ham shunaqa qilishimiz kerakdir. O'zimizga matahimizni almashtirib tashlashimiz kerakdir. Keyin inson bilan gaplashayotganda hozir ya'ni kontakt yo'q. Gaplashyapsizda kimdir bilan telefonda anaqa qilib ha deb gaplashasiz. Shunaqa yomon ko'raman. Mencha o'zim ishim bo'lsa ham to'xtatib o'sha ishni shuni qilmasdan o'sha inson bilan gaplashishga harakat qilaman. Men bilan gaplashayotgan odam menga shunaqa muomala qilmayaptimi? Men umuman boshqa unga qaytarib gapirgim kelmaydi. Voz kechishimiz kerak debcha endi voz kechib bu narsadan odam voz kecha olmaydi-yu, lekin kamaytirish o'zimizning qo'limizda. Misol uchun uyga kirganimizda bo'ldi. Menga telefon endi ish ortida qoldi. Faqat farzandlarim menga, uyim, erim, misol uchun, er bo'lsa, ayolim men uchun birinchi o'rinda degan narsa qilish kerak va bolajonlar bilan mana 9 gacha, 7 da uyga kirgan bo'lsa, 9 gacha telefon qo'limga olmayman. 9 dan keyin qanaqa ishim bo'lsa, o'sha narsani keyin qilaman. Men shu 3-4 soat bolalarimni anaqasidaman, ixtiyoridaman. Ya'ni oilam ixtiyoridaman, faqat bolalar emas. Xotin ham shunga zor, misol uchun eriga zor bo'ladi. Er ham ayoliga zor bo'ladi. Umuman olganda farzandlar ota-onaga zor bo'ladi. Shu narsadan voz kechish emas, shu narsani kamaytirishi menimcha birinchi o'zimizdan boshlashimiz kerak. Odamlar aytardilar, men qilib beraman, men boshlab beraman, keyin sizlar davom ettirasizlar derdilar.